Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilar, bugun sizlar bilan operatsion tizimlar va kompyuter turlari mavzusida gaplashamiz. Darslikda ko'rsatilgan amaliy ko'nikmalar. Kompyuter dasturiy ta'minotini boshqarish tizimining xususiyatlarini o'rganish. Foydalanuvchi interfeysining turlari va ularning asosiy elementlari bilan tanishish. Kompyuter qurilmalarining tavsifi, ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish. Sizga ma'lumki, kompyuterni boshqarish dasturlari mavjud bo'lib, shu jumladan dasturiy ta'minot tushunchasi alohida urg'u berib o'tishni taqozo qiladi. Bilamizki, kompyuter texnologiyasi software qismisiz hech qanday ahamiyatga ega emas. Birinchi kompyuterlarda operatsion tizimlar bo'lmagan. O'sha davrda birinchi kompyuterlarda ishlaydigan har bir dastur kompyuterda ishlash uchun zarur bo'lgan barcha kodlarni o'z ichiga olishi, o'rnatilgan apparat bilan aloqa qilish va dastur bajarishi kerak bo'lgan hisob-kitoblarni bajarishi kerak edi. Bu holat hatto eng oddiy dasturlarni ham juda murakkab holga keltirardi. Ushbu muammoga javoban markaziy kompyuterlar egalari kompyuterga kiritilgan dasturlarni yozish va bajarishni osonlashtiradigan tizimli dasturiy ta'minotni ishlab chiqa boshladilar va shu bilan birinchi operatsion tizimlar dunyoga keldi. Kompyuterlar uchun birinchi operatsion tizim GMNAA deb atalgan. U 1955-yilda General Motors vakili Robert Patrick hamda North American Aviation vakili Owen Mock tomonidan tuzilgan. U tizim monitorlariga asoslangan va faqat katta mashinalarda ishlashga mo'ljallangan. GMNAAning asosiy vazifasi eski dastur tugashi bilan yangi dasturni avtomatik ravishda bajarishdan iborat bo'lgan. Siz dasturlar kompyuterga hayot baxshida etishi va kompyuteringizni boshqaruvchi dastur operatsion tizim yoki tizimli dasturiy ta'minot deb atalishi haqida bilib oldingiz. OS kompyuter tizimidagi barcha dastur va qurilmalarni boshqaradi. Ulardan eng keng tarqalgan uchtasi shaxsiy kompyuterlar uchun Microsoft Windows, Macintosh kompyuterlari uchun Apple OS X va Linux operatsion tizimlari mavjud. Aksariyat shaxsiy kompyuterlarda MS Windows OS avvaldan yuklangan bo'ladi. Barcha yangi Mac kompyuterlarida OS X yuklangan bo'ladi. Linux ochiq kodli operatsion tizim bo'lib, uning kodini o'zgartirish va yangi kodni tarqatish mumkin. Operatsion tizim kompyuter ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha amallarni bajaruvchi dasturlar to'plamidir. Uning dasturlaridan biri foydalanuvchi ekranda ko'radigan tasvirlarni boshqarishga mo'ljallangan bo'lib, ushbu qism interfeys yoki to'liq aytganda inson-kompyuter interfeysi, ya'ni human computer interface deb ataladi. Interfeysning bir necha turlari mavjud. Ularni tanlashda quyidagilar inobatga olinadi. Kompyuter bajarishi kerak bo'lgan vazifalar, foydalanuvchi turi va uning imkoniyatlari. Grafik foydalanuvchi interfeysi inson tomonidan kompyuterga berilgan murakkab ko'rsatmalarni tushunishi uchun grafik ma'lumotlardan foydalanadi. Odatda bu interfeys bajarilishi mumkin bo'lgan funksiyalarni ifodalash uchun ikonkalardan foydalanadi. Boshqaruvingizdagi sichqoncha kursori bilan ekrandagi ikonkani ko'rsatishingiz mumkin. Ekran turli ikonkalarga ega har xil maydonlarga bo'linishi mumkin. Bu maydonlar oynalar deb ataladi. 4 ta elementni, ya'ni oynalar, ikonkalar, sichqoncha va kursorni birlashtirsangiz, WIMP, ya'ni Windows Icons Mouse Pointer hosil bo'ladi. Foydalanuvchining grafik interfeysi ba'zan WIMP deb ham ataladi. Sichqoncha yordamida ikonkani ko'rsatish va tanlash juda oson hamda uni amalga oshirish foydalanuvchidan deyarli IT sohasidan bilim talab qilmaydi. Bu esa yosh bola yoki kompyuterlar haqida kam ma'lumotga ega kishi uchun ham ushbu interfeysdan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Kompyuter bilan muloqot qilishning yana bir interfeysi buyruqlar qatori interfeysi hisoblanadi. Biroq ushbu jarayonda kompyuterga nima qilish kerakligini aytish uchun muayyan buyruqni yozish kerak. Bu qiyin jarayon bo'lib, uning ikkita asosiy sababi bor. Foydalanuvchi ushbu interfeysdan foydalanish uchun uning barcha buyruqlarini bilishi kerak. Keyingisi, foydalanuvchi buyruqlar imlosida xato qilmasligi kerak, aks holda kompyuter bu buyruqlarni tushunmaydi va bajarmaydi. Bu kabi interfeysdan asosan kompyuter tizimlariga xizmat ko'rsatuvchi texnik mutaxassislar foydalanadi. 1990-yillarda portativ, ya'ni ko'chma kompyuterlar ommalashdi va laptop nomi bilan tanildi. Chunki ular desktop kompyuterlarga qaraganda ancha portativ, mobil vazifalarni bajarishda ko'plab afzalliklarga ega, biroq planshetlar kabi portativ emas. Laptoplar desktop kompyuterlari kabi moslashuvchan hamda ular kabi quvvatga ega, lekin vazni va hajmiga ko'ra planshet ancha portativ hisoblanadi. Odatda desktop kompyuterlari kompyuter, shaxsiy kompyuter, personal kompyuter, ya'ni PC deb ham yuritiladi. Odatda desktop kompyuterlardan ularni bir joyiga joylashtirgan holda foydalaniladi.
Desktop kompyuterlarni ham, laptoplarni ham tarmoqqa ulash mumkin. Planshet kompyuterlar 2010-yilda ommabop bozor mahsulotiga aylandi. Planshet internetga kira oladigan va qo'lda olib yurish uchun yetarlicha kichik bo'lgan kompyuterdir. U sensorli displeyga ega bo'lib, uning elektr sxemasi va batareyasi bitta blokda joylashgan bo'ladi. Shuningdek, u sensor, kamera, mikrofon va karnaga ega bo'lishi mumkin. Planshetlarda odatda ilova deb ataladigan dasturiy ta'minotdan foydalaniladi. Planshetlar foydalanish uchun sodda hamda ko'tarib yurish uchun yengildir. Ular ishga tushishi bilanoq tezda internet va ilovalarga kirish imkonini taqdim qiladi. Barcha planshetlar Wi-Fi yordamida internetga ulana oladi. Shu bilan birga 3G va 4G mobil internet aloqasidan foydalanish imkonini beruvchi planshetlar ham mavjud. Bunday turdagi planshet ko'pincha uyali vosita deb ta'riflanadi. Planshetlarning kamchiligi shundaki, ulardan foydalanish uchun ayrim qo'shimcha xarajatlar mavjud. Smartfon ko'p funksiyali mobil telefon. Uning mittigina korpusi ichiga kamera, zichligi yuqori displey, katta hajmli xotira, micro SD karta sloti va sensorli ekran joylashgan bo'ladi. Planshetdagi kabi ilovalarni yuklab olishingiz va tezkor ravishda internetga ulanishingiz mumkin. Smartfondan elektron pochtadan foydalanish, internetda web sahifalarni ko'rish, musiqa eshitish va ekran anchagina kichik bo'lsa ham kino tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, fotokamera va video kamera funksiyasi ham mavjud. Sog'liq va fitnes nazorati, yulduzlarni aniqlash, matn bilan ishlash, elektron jadvallar va diagrammalar bilan ishlash, o'yin o'ynash kabi ilovalar planshetdan foydalanish sohasi yo'nalishida ishlatish mumkin. Savol va topshiriqlar. Menyuga va formaga asoslangan interfeyslar haqida axborot to'plang. Menyuga asoslangan interfeyslar uchun mahalliy poyezd bekati yoki bankdagi ma'lumotlar tizimini olishingiz mumkin. Formaga asoslangan interfeys uchun mehmonxonadan xona band qilishga oid odatiy veb-saytni o'rganing. Har bir interfeys turiga qanday namunalar topganingizni yozing va nega bu vaziyatlarda interfeysning ushbu turi ishlatilganini tushuntiring. Kameraning qanday turdagi interfeys ekanligini muhokama qiling. Demak, kompyuter tizimining dasturiy ta'minoti, operatsion tizimning foydalanuvchi interfeysi, turli ko'rinishlari, buyruq hamda grafik interfeysning mavjud ko'nikmalari va boshlang'ich tushunchalarga ega bo'ldingiz. Barcha egallagan bilimlaringizni qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga harakat qiling. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.